21-yil firma nomidan olingan bizani dom haligacha qurib bitilgani yo'q. 22-yilda qurib berish kerak edi. Haligacha bitkazib bergani yo'q. Bu firmaning nomidan kelyapman. Menga advokatdan nima degan advokatni san hech kimsan. Shuncha qog'oz bilan kelyapman, dokumentlar bilan kelyapman. Mening dokumentlarimni bir tiyin deyapti. Ularning og'zaki gapi hisobga o'tyapti. Hujjat hisobga o'tmayapti. Hujjat bilan kelyapman, hisobga o'tkazishmayapti. U advokati deyman o'zi, ya'ni direktori Elvirasi ular gapirgan gapi hisobga o'tyapti, og'zaki gapi. Pul olmaganmiz deyapti. Pul olinganlik to'g'risida ham vipiskalarni olib kelganman. Yo'q deyapti, olmaganman, pulni qaytarib berganliging to'g'risida qog'ozni ko'rsat. Glamour Gold'dan ishonib shularga mana 6 yil o'tdi. Hech narsa o'zgarish yo'q. Bormagan joyimiz ham qolmayapti. Guvdega ham bordik, Ro'g'dega ham bordik, prokuraturaga ham bordik. Mana hozir sudga ham keldik. Hech qanaqadir natija ko'rinayotgani yo'q. Sud ham 9 ga chaqirgan, mana soat 10 bo'lyapti. Hali ham mana hurmatimiz yo'qmi? Yo'q, bizda bir qanaqadir mensimyaptimi hech kim? Bir choramizni hech bir natijani bizga ko'rsatib bera olmayapti. Shunga bizga yordam beringlar, iltimos. Sizlardan. Glamour Gold'da 21-yili uyogan edim. Voyaga yetmagan bolam bor. Haligacha mana anaqa qurib berishdi bu Glamour Gold anaqasi. Necha yildan beri sarsonman. Voyaga yetmagan bolalarim bilan yuribman. Ko'chada sarsonman. Hozir sud nima bo'ladi, nima qaror chiqaradi bilmaymiz ham darja. Men 24-yil shu uyda olganman. Mana har kelib ketishimga 1 million sarflayman. Surxondaryodan kelib ketaman har nimaga, lekin hech qanday natija yo'q menga. 2023-yilda shartnoma asosida ham Glamour Gold bilan bir xonadonga to'lov qilganman 100% katlavanga. Katlavanni o'zi turibdi. Hali ishini qurilgani yo'q. Mana 3 yil bo'ldi. Hali hech qanaqa na qurilish bor, na pulni qaytarishidan hech qanaqa natija yo'q. Hamma yoqqa boryapmiz. Foydasiz, chorasiz yordam bering. Men 2022-yil 18-fevralda shartnoma asosida Glamour Gold qurilish tashkilotidan uy oldim. 100% to'lovlarni qildim. Mana shu paytgacha hech qanaqangi ijobiy natija yo'q. Hukumatimizdan, sudda adolatli qarordan umidvor bo'lib qolamiz. Всем сегодня 15 июня 2026 года мы вышли в Сабатского районного суда по уголовным делам. У нас идет дело по застройщику Glamour Gold, который уже в течение 6 лет не может сдать объект. И мы мучаемся, вот, ходим по судам, отбиваем пороги всех правительственных инстанций. Ну, наконец, вот, дошли до суда, но честно сказать, суд сегодняшний никак не впечатлил ничем. И такое ощущение, что это прошел суд просто для того, чтобы поставить галочку, что он идет. Но мы надеемся, что государственные органы и то, что мы платим налоги, и что мы верим в Конституцию, и что суд будет справедливый и нам возместят все наши затраченные средства и вернут нам наши квартиры. И просим все вышестоящие инстанции взять на контроль